Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Aka, meni obyektlarim bor. Keling ochiqchasiga gaplashamiz. Men apparat sotib olmoqchiman. Menga qanchalik vigidni bo'ladi? Xo'p, bo'ladi. Men sizni tushundim. Keling, bu narsani men sizga boshidan tushuntirib beraman. Keling, birinchi navbatda agarda siz uskuna ishlatmasangiz, nechta ishchi ishlatishingiz kerakligi haqida gaplashamiz. Siz aytayotgan uskuna farazandiylik yarim quruq stяжка uskunasida ishlamoqchisiz. Agarda sizda u uskuna bo'lmasa, siz o'rtacha 10 ta odam bilan bir kunda 300 kvadrat maydonni stяжка qilishingiz mumkin. 10 ta odam birinchi navbatda sizda ishchi kuchini ko'paytiryapti. Ikkinchi navbatda rasxodingiz ko'payyapti. Uchinchi navbatda ishchi sifati ham, misol uchun uskunada ishlaganchalik bo'lmasligi mumkin. Bu narsani sizga yana ham batafsilroq tushuntirishga harakat qilaman. Qo'l mehnati uskunada ishlagandan ko'ra 2 barobar qimmat bo'ladi. Bu birinchidan. Ya'ni siz 10 ta kishiga misol uchun uskunada ishlaganga nisbatan 2 barobar ko'p pul to'laysiz. Va 10 ta kishiga siz misol uchun obed desak, ya'ni rasxodlar jihatdan obed desak, 10 kishiga obed olib berishingiz kerak bo'ladi. Va ish sifati uncha yaxshi bo'lmasligi mumkin deganda, bilamizki, misol uchun qum, sement suvi deylik bir joyga solib, uni misol uchun qo'lda aralashtiriladi. Ya'ni qo'l mehnatdan foydalanganda albatta hammasi qo'lda bo'ladi. Mana bu narsa ham ish sifatiga ta'sir qilishligi mumkin. Ya'ni siz qo'lda aralashtirayotgan paytingizda qayerdadir yaxshi aralashgan bo'lishligi mumkin, qayerdadir uncha yaxshi aralashmagan bo'lishligi mumkin. Endi tasavvur qiling, siz uskuna ishlatasiz. Uskunada o'rtacha 4 tadan 6 tagacha odam ishlaydi. Bu degani siz ishchi kuchidan yutasiz. Ikkinchi masala, qo'l mehnatiga nisbatan uskunada ishlashingiz sizni ko'proq obyekt topishingizni ta'minlab beradi. Va uchinchi asosiy masala bu sifat. Ya'ni uskunamizning o'zini qorishtirma qozoni bor. Qorishtirma qozoni 260 litr brutto. Bu degani siz qum, sement, suvni shu qorishtirma qozonga solasiz, o'zini aralashtiradigan moslamalari bor, aralashtirib tayyor holatga keltirib beradi va o'sha qorishmani pastdan turib 90 metr balandlikka 180 metr uzoqligiga bemalol olib chiqsangiz bo'ladi. Uskunada ishlash sizni vaqtingizni va pulingizni tejaydi va sifatli ish qilishingizni ta'minlab beradi. Agarda sizlarga ham uskunalar haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, biz sizlarni showroomimizga chaqiramiz. Kerak bo'lsa, uskunani qancha vaqtda pulini chiqarib olishinglarni ham kalkulyatsiyasini qilib beramiz.